Assalomu alaykum do'stoni aziz. O'zim امروز با یک تا دوستی عزیزمون تبریک آمدیم به شفاخانه. همراه شمایان میرویم قدم به قدم رفتیم. İslemaydı deme her dem yadımdasan. Can dostum sen tenemdeki kanımdasan. Ağır günler bolsa eğer başımda, yalğız koymay meni her dem yanımdasan. Dostum dedin dünya nimetleri yalgan. Dost bulmaydı bilsen şarap yoki canon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar murodiga yetar. Mening do'stim kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing. Yelkam qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing. Yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim qo'rqma do'stim, molu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim Ağır kunda qiynalmasdan xizmat qilding. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Yoshligimdan birga o'ynab birga kulding. Ardog'imda ardog'lagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Assalomu alaykum. Aziz bugungi shifoxonamiz xodimlari, assalomu alaykum. Keling xolajon, siz ham bugungi shodiyonimizga keling, siz ham qo'shiling, qani keling. Mana bugun bizni yaqin do'stimiz, sinfdoshimiz, shu yerda davolanayotgan bizni aziz sinfdoshimiz Asadullohning tug'ilgan kuni. Shukrona kuni bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Agar sizlarni bezovta qilgan bo'lsak, norohat qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Navbatdagi bu shifoxona xohladiki o'z do'stimizni yaqin kunida eng ezgu, unutilmas oqshomida birga bo'lib, bu uchun surpriz tayyorladi. Ertalabdan beri tabrik qilganimiz yo'q, surpriz qilamiz deb. Asadjon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Jo'rayjon, do'sti aziz, ro'zi tavalludot muborak bo'lsin. Hech vaqt ro aftodan nashavki این خیلی شدم این امر تقدیر است. ما دوستان کم و بیش همچو کوههای آهری همراهی تو، همچو قنات همراهی تو هستیم. در روزهای خورسندید اصلا یک جای نباشیم. در سرت یگان دشواری قطعید، یگان روزی بعد آمد، علاقه قفت نیاکنی از سایحت هم نزدیکتر شد و در نزدیک تو میستیم. گیاهی تشنه‌ام باران ای دوست، منم بیمار و تو درمانی ای دوست. مرا دل می کشد بر صحبتی تو، تمنای دلی پزمانی ای دوست. و جان همتا نباشد لیک دانم، تو بر من جانی ای دوست. روحت بینم بلب آید تبسم، تو چون خورشیدی نورافشانی ای دوست.
hamisha sihat salomat bo'lish. Imsol mana bu yil birinchi marta tug'ilgan kunini mana shunaqa shifoxonada o'tkazyapmiz. Xudo ko'rsatmasin bunaqa kunni. Bu yil kelasi yillarda faqat shunaqangi kunini, yaxshi kunini boshqa restoranlarda nishonlash nasib aylasin. Xudo xohlasa shu yil qishgacha, kelasi yil qishgacha, yangi yilgacha shunga bitta chiroyli kelin olib kelaylik, to'yini ko'rsak, sizlarni taklif etib yaxshi kuniga hammamiz birgalikda xizmatda bo'laylik. Jo'rayjon do'sti aziz, ro'zi zodro'zat muborak. Hozir mana yakta hamsinfo tabrik mekunam tuya. Marhamat so'roq. Behzod Bey te. Behzod gir mikrofon. Asad li salbadro jura faqat to'yga bashine. Lim soq solval mana amja naqshida va chi niyatdagi o'sha niyatga boramiz. Dilshod ba o in Dilshod. Asad jura tabrik mekunam. Vaqt sog' salomat, sari xonangga o'tma sog' bo'l. Ay naqsh nemi? Munis. Xaxo mana chimay kapanad nima? Xasa sada dro jura chinya chi o'zgardi niyatod baras. Mami juro omadin. Va inson mulshashine. Muxir zo'ynadi bu. Bo'xri. E shart nima? Bu o'yini beradi. Avakiga va girom. Assalomu alaykum avvalo. Xush kelibsizlar. Qadamlaringizni qasaman. Shu bemor payg'ambarimiz aytgan, bemorni ko'rishga kelgan har bir qadamga men xayr yoziladi degan. Shu kelgan bosib kelgan qadamlaringizga Xudo sizlarga savob beradi. Bu ulug' savob. Musharraf bo'libdi. Mana sabab Asad ukamimiz yubiley kunlari ekan, tug'ilgan kunlari ekan, shu sabab barchalarimiz shu shifoxona nomidagi ma'muriyat nomidan tabriklaymiz. Iloyim sog' salomat bo'lib ketsin, uylariga yetsin, kelin tushsin. Mana do'stlari yo'qlab kelsa, ulug' kunlarda, to'ylarda o'tirishlarini nasib qilsin. Tabriklayman. Eslamaydi dema har kun yodimdasan. Yo'qolmasam ranjib yurma jonimdasan. Bir xislating yoqar yo'g'u borimdasan. Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st. Deding do'stim dunyo yig'ma bari sarob. Do'st bo'lmaydi go'zal janon yoki sharob. Sen bo'lmasang bo'larmidi holim xarob. Ardog'imda ardoqlagan ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Baxtimga sen omon bo'lgin ey yaqin do'st. Qiyomatli do'st, qiyomatli do'st. Qarog'imda qadrlagan ey yaqin do'st. Assalomu alaykum doktor bobo. Yaxshimisiz? Mana men yoningizdaman. Assalomu alaykum. Huzurda biz sizga aytmasdan shoma nagufta surpriz qildim برای Asadjonimiz zodro'zashonasiz. Ana mikasam. Tabrik میکنیم. شما rahmat برای xizmatون، برای mehnatoton. Yüz yoshlarga kirib, sog' salomat bo'lib, yaxshi joylardan yaxshi kelin ato qilsin. Yaxshi kunlarni ko'rib, shu yaxshi oila qurib, kelajakda mana shu vatanga xizmat qiladigan, hammaga o'rnak bo'ladigan bir chiroyli oila qurib, hammani havasini keltirib beradigan janji o'g'il qizlarni voyaga yetkazib, ularning huzurni ko'rib yurish nasib qilsin. Mana shu yana bir Allohning sinovi. Alloh suygan bandasiga ma'lum miqdorda dard beradi, sinov beradi va shu bilan birgalikda seni gunohlaringni to'kadi. Mana shu gunohlaringga to'kilib, shu yerdan sog' salomat bo'lib chiqib, yaxshi hayotga, juda bir chiroyli hayotga qadam qo'yib, sog' salomat bo'lishini tilab qolaman. Yaxshi kunlarda doktorlarim esdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Rahmat, tashakkur. Uzoqlashmadan turamiz. Birgalikda biz shu tortni kesamiz, undan tanovul aylaymiz. Keyin ketamiz. Стали звезды на
Merci. Tele ya,
رفیقه مانند یک دیگر نیست در یادی دولتی دوست از دشمن اثر نیست یاران برای یاری غالب بخر رقیبان